Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hadis shariflarining birisida shunday so'zlar aytadi. Innal islama nazifu fatanazzafu fa innahu la yadkhulul janna illa nazifu. Ya'ni islom dini pok din. Islom dini shistalik dini. Shunga ko'ra da sizda ey mu'min musulmonlar shistlarınız, poklanig'iz. O'zingizning tashqi qiyofatlaringizda, ishki holatingizda, ko'ngilingizda shista pok bo'lsin. Nasharlıktan, buzuqlikdan şistalarınız, pişraqlıqdan şistalarınız, çünkü baratik şistalarına, paklarına cennetke kirir deyip aytadi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ham albatta, İslam dini şistalıqdan negizlengen. İslam dini şistalıqni olga qo'ya, olga siri. Aytganimizcha, tashqi şistalığımızda, ichki şistalığımızda, hattoki namoz amal ibadati. Allah subhanahu teala tarafından mümin Müslümanlar için 5 tapqir, gününe 5 tapqir farz, tiyishli, mecburi kılıngan amal ibadetimiz aldığından da biz taharat alabız, şistarnabız, paklanabız. Allah subhanahu wa ta'ala hatta bu meseleni Kur'an-ı Kerim ayetleri aşağı bizge anlata. Namazga kirişir aldığından şistarnabız, paklanabız. Qo'llaringizni, bitlaringizni yuvig'iz, boshlarıngizni sirtib qo'yig'iz, oyoqlaringizni yuvig'iz deb aytadi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu meseleni bizge o'zining tajribasi bilan yashab ko'rsatadi, anglata. Alloh taolaning oyat karimalarin bizge taqdim etadi. Shistalik, poklik olda bo'lsa din islomning negizi deb aytadi. Shunday Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem namoz masalasini anglatgan vaqtda da o'zining sahabalarına shunday so'zlar aytadi. Ey qardoshalarim, ey sahabalarim, biror kishi kunini 5 tapqir quyunib tursa, shistlanib, poklanib tursa, o'zining uyi yonidagi bir uzatirgan, og'ib turadigan yilg'ada poklanib, shistlanib tursa, bu kishi shista bo'larmi deb aytadi. Albatta shista bo'lar deb aytadilar sahabalar. Shunday ravishda 5 vaqt namozda deb aytadi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gunohlardan, kimchiliklardan pok bo'larga, arınırga tilagan kishi qiyshiksiz shusha namoz degan amal ibodatga yopishsin, shusha namozi bilan shistaransın, poklansın deb aytadi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Shunday shistalik, poklik dunyoviy turmushimizda da albatta bizga bikta kerakli. Mu'min musulmon o'zining ishida da, oilasida da, ham jamiyatda bo'lganda da shista, pok bo'larga tirishadi. Hatta bu meselege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin örneğin esga tushirib olsak, bizga albatta bir foydagina bo'lar. Bir vaqt Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem o'zining sahabalari yonina shig'ir oldindan bir badyan yonina kelib to'xtaydi. Shusha sovutda, shusha badyanda suv bo'lar. Ham Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem shusha suvga qarab o'zining qiyofatin barlaydi. Shistarta, pokli, soqollarini tarab qo'ya, sheshlarini tarab qo'ya, motorlanadi deb aytdik o'zina qarata. Ham bu vaqtda onamiz G'aysha radhiyallohu anha Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning suyukli xotinlarining birisi ana shunday so'zlar bilan murojaat etdi. Ya Rasululloh, ya Alloh taolaning elchisi, sen shistlarnasan, poklanasan, o'z ustingni qaraysan. Sen bit sahabalaring yonina chiqasan deb aytdi. Kun sayin ko'rishgan sahabalaring, seni kun sayin ko'rgan, seni bilan kun sayin aralashgan sahabalaring yonina chiqasan. Şular yanına çıkan vakitte de sen şulay tirib, poklanib, shistlanib chiqasangmi deb so'ragach, Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem şulay deb javob qaytardi. Ya G'aysha, ya müminlarning anası, albatta kun sayin ko'rishgan qardoshalarim bilan aralashgan vaqtda da, ular yanına chiqqan vaqtda da men poklanam, shistlanam, o'zimni ratlim, tartibga kiritam deb aytdi. Ham alayig'ini da tugul, o'zimning oila ahllarim bilan bo'lgan vaqtda da men shu shistalikni, poklikni saqlayim deb aytdi. Ham shuning bilan bizga bir xayrli, ko'rkam o'rnak ko'rsatib qoldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga da shunday ravishda shista, pok bo'lib yurishga taqdim etdi. Bu albatta mu'min musulmonning oyarg'isiz bir ulushi bo'lib turadi. Shu vaqtda aytganimizcha, ichki pokligimiz, ichki shistaligimiz, ko'nglimizning shista bo'luvi, kirsiz bo'luvi shulay mu'min musulmonga bikta muhim, bikta ahamiyatli bo'lgan tushunchalarning birisi bo'lib turadi. Bir kishiga da oshuv tutmau, bir kishiga qarata da nafrat tutmau. Alloh subhanahu taolo hatta Qur'oni Karim oyatlarining birisida aytadi, sizning turli noshar o'ylaringiz, noshar fikrlaringiz gunoh bo'ladi deb aytadi.
гөнаһлыкка илтергә мөмкин, гөнаһка тарттырырга мөмкин дип әйтә. Шуңа күрә дә начар уйлардан, начар фикерләрдән ерак булырга тырышыгыз дип әйтә. Хәтта ки кеше артыннан карап йөрмәгез, кеше артыннан шымчылык кылмагыз дип әйтә Аллаһ Субхану тәала аят кәримәләренең берсендә. Дин ислам чисталык дине, дин ислам паклык дине. Өске өлешебездә, өс башыбызда чиста булырга тиеш, һәм күңелебездә чиста булырга тиеш. Өйдә дә, җәмгыятьтә дә, эштә дә, гаиләбез белән дә. Аллаһ Субхану тәала безгә хәерле, бәрәкәтле тормышлар алып барган насыйп итсен. Чиста, пак булып, Аллаһ Тәаланың ризалыгына ирешергә һәммәбезгә дә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.